Yana futbolingizni ko'ryapsizmi? Hatta jahon chempionati boshlangan. Bugun serialimning ham oxirgi qismi. O'tkazib olmaymanmi? O'tir, ko'r serialingni. Ko'chada ko'ramanmi? Qo'shni? Qalaysiz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Jahon chempionatini telefonda ko'ryapsizmi? Endi xotinni ko'rmaysizmi? Serial ko'raman dedi. Shunga telefonda ko'raman, boshqa ilojim yo'q. Lekin Portugaliya bilan O'zbekiston o'yinini telefonda ko'rib bo'lmaydi. Qayerda ko'ramiz unda? Yuringda. 23-iyun kuni Humo Arenada Lays hamkorligida Uzcard futbol fest bo'lib o'tadi. Voy, zo'ru. Ha, u yoqda Portugaliya va O'zbekistonning o'yinini jonli ko'rsatishadi. Seriozmi? Va eng zo'ri polni Humo Arena futbol muhiti bo'ladi. Katta ekranda qo'yib beradimi? Katta ekranda qo'yib beradi. Voy. Va eng qizig'i Lays o'zining obunachilari orasida chiptalar o'ynayapti. Seriozmi? Qanaqa videosi bo'ladi uni? Uning uchun sen Lays sahifasiga obuna bo'lasan. Kommentariyasida qaysi og'ayning bilan futbol ko'rmoqchi bo'lsang belgilaysan va eng qizig'i iTicket'da Lays promokodini ishlatsang 50% skidkasi ham bor. Voy, o'rtoq, rahmat kattakon. Futbolda ko'rishguncha. Futbolda ko'rishamiz. Let's go!